Assalomu alaykum aziz va qadrli Limon Plus kanali obunachilari. Kanalimizga xush kelibsizlar. Sizlarni yana kanalimizda biz bilan birga ekanligingizdan, videolarimizni qoldirmasdan tomosha qilib borayotganingizdan juda xursandmiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta obuna bo'lishni, qo'ng'iroqcha va like tugmasini bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Shunda keyingi videolarimizni ham tomosha qilib borishingiz mumkin. Bugun biz sizlarga taqdim etayotgan bu liboslarimiz uyda va ko'chada kiyishga mos bo'lgan, kuz, qish va bahor mavsumida kiyishga mo'ljallangan yangi modadagi zamonaviy uslubda tikilgan ko'ylak lozimlardir. Bu liboslar qo'li gul tikuvchilarimiz ijodidan olingan. Liboslarni buyurtma asosida tikib berishimiz ham mumkin. Bu liboslar fasonlari asosida ayollarimiz bir-biridan chiroyli liboslarni tiktirishlari va tikuvchilar ham shu liboslar fasonlaridan foydalangan holda yanada chiroyli liboslar modalarni yaratishi mumkin. Keyingi videolarimizda ham sizlarni kutib qolamiz, chunki keyingi videolarimizda yanada chiroyli, milliy va zamonaviy liboslarni taqdim etib borishga harakat qilamiz. Undan tashqari biz bilan hamkorlik qilishni istagan obunachilarimiz uchun telefon raqamimizni va Telegram silkamizni opisaniyada yozib qoldirib boryapman. Shu telefon raqami yoki Telegram silkasi orqali biz bilan bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Savol va takliflaringiz, istaklaringiz, fikr-mulohazalaringiz bo'lsa, albatta kommentariyaga yozib qoldiringlar, chunki har bir obunachimizning fikri biz uchun juda muhim. Savol va istaklaringizga, taklif va murojaatlaringizga biz ham vaqtida javob yozib borishga harakat qilamiz. Keyingi videolarimizda qanday liboslarni taqdim etishimizni xohlashingiz haqida yozib qoldirsangizlar, navbatdagi videolarimizda siz xohlagan liboslarni, siz istagan liboslarni taqdim etib borishga harakat qilamiz. Bugungi taqdim etayotgan bu liboslarimizni ko'pchiligi velyur va pumbarq matolardan tikilgan, undan tashqari yana chiroyli bezaklar bilan bezatilgan liboslar. Biz bilan birga qoling, bizdan uzoqlashmang. Keyingi videolarimizda ham sizlarni albatta kutib qolamiz. Marhamat, videolarimizni tomosha qiling. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.